inson bir marta tug'iladi. Qachongacha mana bunday drabelkalar ishlatib umringizni o'tkazib yuborasiz? Bularda davra o'tdi, bu 41-yilda ishlab chiqarilgan. Agar shuni ko'rib like bosmaydigan bo'lsangiz, odam bas ekansiz. Qarang, shunaqa zo'r narsalar sizlar uchun yetkazib xalqimizga yetkazib berayotgan, hattoki universal bo'ladi. Qaranglar, mana shunday skochda boradi, yangisidan bo'ladi. Materiallari ham xullas listlari to'rlik ekan, qalindan bo'lar ekan. Motorlari 3 kilovatlisi, 4 kilovatlisi bo'lar ekan. Aluminlisi bo'ladi, mislisi bo'ladi. Faqat mis bilan aluminning raznisasi 300 ming farq qilar ekan. Atiga 2 million 400 ming so'mga to'lov qilasiz, uyingizgacha dastavkasini ham qilib berar ekan. Komplektida 3 xil mana bunday nasatkalari bo'lar ekan. Mana qarang, qo'yga, molga har xilidan bor. Bundan tashqari komplektida xohlasangiz mana bunday katta apparat 5 ta qo'shib berar ekan. Xohlasangiz mana bunday shashliklar uchun ko'ralar qo'shib berar ekan. Mana shu aytilgan narxda ichida ekan. Oldindan 200 ming so'm to'lov qilasiz. Borgandan keyin, mana shu apparat borgandan keyin qolgan qismini shofirga bersangiz ham bo'lar ekan. Ekran pastda nomerlari bo'ladi, bemalol bog'lanasizlar. Bunaqangi narx O'zbekistonda yo'q ekan. Ma'zur Farg'onaning Kirgilisida ekan. Bizning kanal nomini eshitishdan chiqmasin.